Assalomu alaykum Saroy bozor kanali obunachilari. Mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i, o'sha Optimchilar qishlog'idan videolarimizni boshladik. Aka-ukalar, like, podpiskani unutmanglar. Xudo xolasa, aka-ukalar, videoroliklarimiz bomba bo'ladi. Narxlar ham bomba bo'ladi, aka-ukalar. Bugungi Donyorbekka 6 bosh buqalar kelgan ekan. Xudo xolasa, aka-ukalar, chiroyli qilib obzorlarni qilib beramiz, aka-ukalar. Bombalari kelgan ekan. Boqma buqalarni zo'rlari kelgan ekan, aka-ukalar. Xudo xolasa, aka-ukalar, gigantlar. Narxlarini hozirda tanishtirib o'tamiz. Akalar, ko'ringlar-da, bu oyoqlari stakan tuyoq. Gavdalari vashchi cho'tki. Biz Donyorbekni taklif qilamiz. Hozirda tanishtirib o'tirlar bular bilan. Donyorbek, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz joyida? Olib kelib oldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Bugungi gigantlari kelibdi-ya. Nomer 1 deydi-ya. O'shani bo'yini bir chatchi qilib aytingchi. Shuni o'lchab beringchi, shuni bo'yini. Gigantni bo'yini. Buni nimadan ko'rib olaman? Buni tomog'iga tushsa kerak kurak deydi-yu. Ha. Kuragi yo'q mollar chiqasiz. Gavdasini ko'rib shuna deyish mumkin-a? O tomog'igacha kurak tishi bo'lishi mumkin, nima? Qani? Necha chiqyapti? Biri 28 chiqyapti aka. Biri 28 chiqyapti. 28, biri 27 aka. Mana shunday bo'yi aka. Qizilini bo'yi, ha? Hani? Bu ham shunaqa aka, 28. 28, 27 25 plyusga olishaveradi aka. 25 plyusga olishaveradi, ha? Mashallah, ana aka-ukalar. 25 plyusga olasizlar, xudo xolasa. Narxlari qanchadan shu ikkalasini? Ya uchalasi bitta narx bo'ladimi? Ikkalasi bitta narx bo'ladi. Ikkalasi bitta narx bo'ladi, bular отдельный narx bo'ladi. Aka-ukalar, orqa oshlari kelishgan. Xudo xolasa, mana orqalari korobka zo'r, korobka bor-ku. Aka-ukalar. Ikkalasini bir joyga olsin, 19 million so'mdan qilib beraman. 19 million so'mdan hayrini qilib berasiz. Sunnatiga hayrini qilib beraman aka. Dastavka qaygacha? Dastlabki aka vodiy bo'yicha o'ylashmasin. Vodiy bo'yicha o'ylashmasin. Arqa nuqtalar mutlaqo tekin, xudo xolasa bonus sifatida. Shundan tanlab olaman deysiz aka, 200 ming plyusi bo'lishi mumkin. Tanlab olishga 200 ming plyusga yuradi. Plyus olammi shunda? Plyus oladi. Aka-ukalar, tanlab olish 200 ming so'm plyusga yuradi, plyusi olaga yuradi ekan-a. Bu yoqda bo'ylari necha ekan? Ama lekin pachka ekan bor. Mehr bilan boqilgan mol ekan-a, xudo xolasa bu yoq. Biri 20 ga olishaveradi buni. Biri 22 chiqyapti, biri 20 ga olishaveradi, ha? Biri 20 ga olishaveradi aka. Lekin uzunligi ham bor ekanda, mol jonivorli bor-ku. Donyorbek, bular yeb ichishlari nima? Sinovdan o'tdimi, xudo xolasa? Menda sinovdan o'tdi, xudo xolasa. Uylariga borgandan keyin obunachilaringizga. Aha. Uylariga yetib borgandan keyin bir hafta sinov olishaveradi aka. Bir hafta sinov olishaveradi, ha? Buni pulini aytmadingiz-ku? Endi Yemasa, ichmasa sizga tan, ha? Buni pulini bir kelishtirib aytingchi, Donyorbek. obunachilaringizga qiziqtirib sekin Ha. aka. Yo'q, buni pulini aytmasangiz bo'lmaydi bu. O'zimda ham eshitgim kelyapti buni pulini. Aka, narxi yengil. Narxi yengil. 20 million emas. 19 million 800 emas aka. 19 million 500 ming so'm berishadi. 19 million 500 ming so'm. Beraman aka. 19 million 500 ming so'm xayri bor, ha? Xayri bor aka. Barakasini bersin. Keyingisi aka. Bo'ylari nechi bu yoqda? Oq tumshuq, xudo xolasa. Uzunligi ham vobshe dahshat ekanda bor-ku. Aka. Buni bo'yi biri 18 chiqyapti, biri 17 chiqyapti aka. Biri 17 chiqyapti, ha? Bunisi aka. Buniki ham shunaqa, biri 16, biri 17. Aka, ikkalasini Biri 16, biri biri 15 ga 17. plyusga olishaveradi. Biri 15 plyusga yuradi, lekin Akalar. Ha, Bularni aka narx. Gilavni narxi bilan molni sifatida bor-ku. Sifat aka. Mol uzunligini ko'rib turibsizlar, aka-ukalar. Vobshe Aka mollar. gardanli mol. Orqa
orqasi ham o'ziga yarasha kelishgan. Orqalari ham puchmas ekan. Haqiqiy maqtasa maqtaganiga arziydigan mollar ekanda, Donyorbek. Orqa boshlari vosh puchmas ekanda. Mana bu qorani ham oldi gardallari, aka-ukalar. Вообще zo'r. Aka tirnoqlarni bir qator Ha. oyoqlar. Tirnoqlarni ham bir qator ko'rsatayin, haligi salamandra bo'lib ketmagan ekan, Xudo xolasa. Istagan tuyoq. Mana. Mana ola buqachani to'ra loyog'ida paypag'i bor ekan, oppoqqina. Aka, bu ikkalasini narxi. Ikkalasidan yengil. Yengil. 17 million. Qarang, 17 million so'mdan pul bersa, ikkalasini bir joyga olishsa. 17 million so'mdan xayrini qilib berasizmi? Hayron qilib beraman aka. Agar tanlab olishadigan bo'lsa, 300 ming plyusi bor aka. Plyusga shunda olib yuradimi? Olaveradi. Aka-ukalar 17 million so'mdan narx aytildi. Tanlab olishga 300 ming so'm plyusi bor ekan, plyusga olib yurar ekan aka-ukalar. Shu olani bu tomondan ham bir ko'rsatib qo'yaymi? Mana aka-ukalar. Narigi tomonni ko'rsatmaydi degan aka-ukalarimizga. Hoy. Aka, buni ham bo'yi 1.17 ishyapti. 1.17. 1.15 ga olishaveradi. 1.15 ga olishaveradi. Buni ham 1.15 ga olishaveradi. Bu ham oq tumshuq, xudo xolasa shved paroda. Aka-ukalar, Buni ham orqalari kelishgan aka. orqalari kelishgan. Molni uzunligi ham bor ekanda, yapaloq mol ekanda, bor. Yemga tayyor sortdan aka-ukalar, xudo xolasa. Narxini ayting endi Donyorbek, buni narxini. Aka, narx qulay. Narxi qulay. Aha. 15 million 800 ming so'm xayrini qilib berasiz. Aka-ukalar, xudo xolasa hozir molni oldi qismidan ham bir ko'rsatib o'tamiz aka-ukalar. Yeb ichishini ham ko'rsatib qo'yasizmi? Ishini ham sразу ko'rib olishadi aka. O'shanda muammo bo'lmaydi keyin. Bo'ldi gap yo'q. Hozir shunday videomiz yengil bir pauza qilib turamiz. Yeb ichishlarni ham Xudo xolasa ko'rib olasizlar. Aka, u yeb ichishini ko'rsatdi, garantiyasi bo'lmay qolmaydi deb o'ylamanglar. Xudo xolasa bir hafta yeb ichariga garantiyasini berilaveradi. Yeb ichmasa Donyorbekning o'ziga tan aka-ukalar. Xudo xolasa mollar вообще uyaltirmaydi aka-ukalar. Maqtovgani arziydigan mollar ekan. Aka-ukalar mana mollarni yeb ichishlari. Silosni zo'r yeyapti, xudo xolasa. Boshini ko'tarmay yeyapti aka-ukalar. Yeb ichishdan aka-ukalar jalatli joy umuman yo'q ekan. Ana oxirida ko'rib turibsizlar aka-ukalar. Shunday qilib tozalab qo'yar ekan aka bular. Yeb ichishlar, xudo xolasa aka-ukalar umuman uyaltirmaydi ekan. Hijolatli joyi yo'q yeb ichishdan aka. Вообще. Aka-ukalar, xudo xolasa biz videorolikimizga yakun yasaymiz. Videoni o'tkazmay ko'ring, xudo xolasa aka-ukalar. Narxlardan bomba qilib skidka qilib beradilar. Saroy bozori kanalidan sizga chiqyapmiz denglar, aka-ukalar. Donyorbek skidka qilib beradilar. Bizni qo'llab-quvvatlashda aka-ukalar to'xtamanglar, bardavom bo'linglar, layklarni bosib qo'yinglar aka-ukalar, obuna bo'linglar, iltimos. Video yoqqan bo'lsa aka-ukalar, chiroyli qilib layklarni bosinglar, kamchiliklariga oldindan uzr so'raymiz aka-ukalar. Biz ham professional bloger emasmiz, endi xudo xolasa qo'ldan kelgancha aka-ukalar sizlarga yetkazib berishda. Qo'ldan kelgancha yetkazib beryapmiz aka-ukalar. Aka-ukalar, biz videorolikimizga yakun yasayapmiz. Xudo xolasa hammalaringga keyingi videorolikimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'lasiz aka-ukalar.